shaman aytgan sizlarni qutqarish kerakligini. Потом bizlarni qutqarib olishgan, yuzaki sayyor sarguzasht bo'ladi. Men sarguzasht qilganimda majbur bo'lganman yashashga u yerda. Lekin u вообще fokus ko'rsatganda, menga bunaqa qilganda, и раз ko'ryapman, откуда-то у нее отсюда вот клок волос. Я даже Chakra giradigan esingizda bormi? General, NKVD qo'li qonday bo'ladi. Allohning qo'liga solib qo'y, o'zidan o'zi bo'lib qoladi dedi. Men aytdim, bu shtrafi jarimasi katta-ku, bu minimum $500, $1000 bo'ladi shtrafi. 10 minut ichida hamma yoq qumursqaga to'lib ketdi-da, lekin chiziqdan chiqayotgani yo'q. Mana shu uchirib. 15 minut ichida qiynab tashladim, bechorani qiyma qilib. Nyu-Yorkdan Chikagoga uchib ketyotgandik. Chop ketyapman, da qarasam, dalaylab o'tirib. Dedim mali. Şok kulib ketdim-da. Dalay desam. Dalay lama 14 desam. Bu shamanni mana shunda soqoli bor deb aytganlar, soqolim bor edi katta. O'sha diagnoz qo'yish kerak. Hidini bo'ragandirdi, uzoqdan, xuddi itku. Iskagandirdi. Nima hidi kelyapti bundan? Achuvmi, chuchuvmi? Nima hol? Hammaga salom. Bir kun podkastning bugungi son mehmoni Alisher Nasirovich Vasliyev, vrach, tabib va Sofi. Assalomu alaykum Alisher aka. Katta rahmat vaqt topib kelganingiz uchun. Menimcha bugun bizning butun zritellarimiz uchun juda ham foydali suhbat bo'ladi. Chunki sizning juda ham katta tajribangiz bor va bilishimcha 20 tadan ortiq davlatda nafaqat sarguzasht qilgansiz, yana bundan tashqari yashagansiz. Yashab keldim. To'g'ri gap. Bizning sarguzashtlarimiz yashashsiz sarguzasht bo'lsa, povertnostni nima deydi o'zbekchasiga? Yuzaki sayyor sarguzasht bo'ladi. Men sarguzasht qilganimda majbur bo'lganman yashashga u yerda. U mamlakatlarda. Negaki ularning mana bizda sufiy dadalarimiz bo'lgan, opolionlarimiz bo'lgan, ilgichi opalar bor. Burun quloqdan narsa tortib olib odam tuzatadigan psixoterapevtlarimiz bor, narodniy psixoterapevt. O'shanaqa odamlar bilan gaplashish uchun u mamlakatga ko'chib olib bir necha oy turish kerak bo'lardi. Negaki o'zimizga o'rgatib, biza tashqaridan kelgan odamlarni bizani titrashimiz, vibratsiyalar titrashimiz boshqacha. Ko'p mamlakatlardagi vedun, koldun, volshebnik, yana nima jodugar yoki nima deydi, sixirgar degan odamlarni ko'rib, o'shalarning ilmini o'rganmoqchi bo'ldim. Negaki bularda ko'plari shaman bo'lgan bilan ularni davolaydigan kasallari doktorlar davolamaydi. Mutlaqo davolash yo'q degan joyda u odamlar qidirib, o'shaqa koldunlarni, volshebniklarni qidirib davosini olib ketadi. Lekin juda bir ajoyib holdir. Dunyoni kezib yana bu mamlakatni bu nasionalitetni ichiga kirib orqa tomonidan sezish juda bir ajoyib narsa ekanda. Demak, 40 yil davomida siz 37 yil. 37 yil davomida turli dunyoning tabiblaridan ilm izlab yurdingiz, ilm olib. Men boyvachchalarni bolalarini davolaganimdan keyin senga nima pul beray deganda menga pul kerak emas. Falon joyda bir ajoyib jodugar yoki bir ajoyib odam yoki bir mo'jizakor odam bor. Borib kelsak bo'lmaydi desam, butun kasal qarindosh urug'larni yig'ib kelardi-da bolalardan. 2-3 ta mamkalarni o'rtaga solib qo'yib, yoniga hali bitida o'qlar, pistoletlar bor odamlar bilan chiqib ketardik. Bitta samolyotni bosib, частный samolyot. O'sha mamlakatga borardik masalan. Masalan, qaysi mamlakat? Kolumbiyaga masalan, Venesueladan Kolumbiyaga uchamiz yoki Ekvadorga uchamiz yoki Peruga uchamiz yoki yana Meksikaga uchamiz-da. O'shanda bu odamlar davosini topib ketadi. Men o'rtada hali master bilan do'st bo'lib qolaman. Возьмите вы ученики deyman yoki men yoningda turib o'rgansam bo'ladimi? O'zingsan shaman-kusan deydi. Qattan bildingsan, meni yoningda ruhiyatlar turibdi. Soqolli, sallali, kitobli, oppoq
anaqa narsalarni kiygan. Yonida ham qoralari ham bor. Qo'llari qon. Bular kim deydi? Mani onam tomoni hammasi voyenniy bo'lgan. General, NKVDist, qo'li qon deb biladi. U boboga ko'rinardi. Ko'rinishardi. Sen o'zi tayyor shaman ekansan. Bo'pti qolaqa deydi. Lekin bu ilmni o'rganish uchun yonimda qolishing kerak. Bir 6 oy, 8 oy, 1 yil deyishadi. Shunaqa qilib turgansiz. Majbur bo'lardim, qolardim. Men viza chitsam, vizani Allohning qo'liga solib qo'y, o'zidan o'zi bo'lib qoladi derdi. Men aytdim, bu shtrafi jarimasi katta-ku, bu minimum $500, $1000 bo'ladi shtrafi. Mashitni o'zida topamiz, g'iq etdim. Men bularni hozir cho'nchagini bo'shatamiz desanga vizani jarimasini shunda solib qo'yaman. Men jinni bo'lib qoldim o'sha yerda hayron bo'lib. Bu qanaqasiga bu, qanaqa odam bu? Havodan holatlarni chaqirtirib, shu material holatga olib keladigan odam ekan dedim-da. Shuning uchun o'shaqa odamlarni yoniga yurib, o'rgangansiz. o'zim doktor bo'lib, o'zi terapevt bo'lib, undan keyin psixiatr, nevropatolog bo'lib, o'sha narsalarni o'rganmoqchi bo'ldimki, bizani ilmimiz bir chiziqgacha boradi. Chiziqning nariyog'iligini biz bilmaymiz. Shizofreniya deyishadi, kasal deydi, maniakalniy depressivniy psixoz. Bular bunaqa narsalarni bilmasdan pik qilib, to'g'rilab joyiga solib qo'yib, qolibiga solib qo'yib, tuppa-tuzuk odam qilib qo'yadi odamlar. Dodalarim qo'lida katta bo'lganman. Ular odam o'qishardi, qaytarib qilishardi. Hali buzib qolgan semiyalarni bog'lashardi bir boshqatdan. Alamini chiqazib yuborishardi qanaqadir metodlar bilan. O'sha ritualniy metodlari bor edi. Hali qo'ylarni kesib, qonini chiqazib, jinlarni o'sha yoqqa o'tkazib, ko'mib yerga. Mana shu narsalarni hammasini ko'rganimdan keyin men aytdim, ha, o'zimizda hammasi bor ekan. Ma'nosiga bormagan ekanmiz dedim-da. Boshqatdan eslab, hayolimda to'g'rilab, hali nima deydi? G'oya deydi-yu, g'oya. G'oyani to'g'rilab, g'oya to'g'rilangandan keyin g'oyibdan energiya kelib boshlaydi. Nega? Kallada filtr bor ekan. Mana sizlarda ham mana oftobni rangini olib, nurini olib, bu yoqdan bu yoqqa beryapsizlar. O'rtaga filtr qo'yib qo'ysanglar, boshqacha bo'ladi. Mana kalladagi filtr, fikrni filtri kelayotgan energiyani ham yo'q ko'paytiradi, yo'q kamaytiradi. Yo'q qilishi ham mumkin. Probka deydi, stop deydi, hali blok deydi. Shu narsalarni o'ylab o'sha odamlarga borgandan keyin men, dedim, men endi men boradigan joyimni bilaman dedim. Allohdan shuni so'rayman dedim. Bir kuni o'ylab o'tirsam, shaman keldi-da, "Что ты сидишь? Что думаешь?" dedi. Men aytdim, "Хочу в Индию, в Тибет попасть, в Непал", desam. "Это где?" dedi. "Там горы, унака, но здесь тоже горы, унака, все есть. А что туда ездить, dedi, здесь все есть", dedi. "Нет", dedim, "sen bilmaysan", dedim. А он говорит, "Bilmaysan emas", dedi. Ilohiy kuch hamma joyda bir xil kuch dedi. Mana qarang, hozir bitta narsa qilaman, hamma yo uchuvchi qumursqalarga to'lib ketadi. Strikaza bormi, tarakan bormi, babichka bormi, hammasi mana shu to'lib ketadi shunday kvadrat ichida. Ishonmadim. Bir yashik Roma berasan menga dedi. Shu narsani ko'rsataman. Bir narsa qildi, qo'lini chaqpoq qildi, puf qildi, pis qildi. Shu bilan bir narsalarni gapirdi, eshitolmay qolman. Gapini tezgina gapirdi-da. 10 minut ichida mana quraqalar vaqir qilyapti, bizning ovozimizni eshitib. Biz bilan muloqotga kiryapti. Lekin biz qulog'imiz garang. Muloqotda yo'q biz. Biz sizlar bilan muloqotda biz. Shuning uchun bu 10 minut ichida hamma yoq qumursqaga to'lib ketdi-da, lekin chiziqdan chiqayotgani yo'q. Mana shu uchiribdi. Men aytdim, "Voy, Anastasius, nima bo'ldi bu? Qattan bu ilohiy kuch" dedi. Latinoamerikanskiy selvani podshosidan so'radim. Menga qumursqalar mashaqa yig'ib kelgan dedi. Menga quloq soldi dedi. Mana endi nima qilamiz bularni dedi. Endi bir qopga solaylik dedim. Bir qopga solsak, qopga sig'madi. Ko'pligidan. 2 qop, 3 qop, undan keyin nariyoqqa olib chiqamiz deb qo'yib yuboramiz dedim.
kuldi menga qarab. Nimaga sen bu ekzamen edi dedi. O'ldirasanmi bularni, o'ldirmaysanmi dedi. Men qilaman o'ldirib, men bularga jon berganim yo'qman. Bular kerak-ku bu. Bu bir biologik sistemani bir parchasi. Sen kallang ko'p narsaga, kallang ichida narsa ko'p. Tashlab yubor, bu yerda keragi yo'q dedi. Men aytdim, qanaqa tashlayman dedim. Men 6 oyga qoldim. Angliyadan Irlandiyadan bir ikkita odam kelishdi-da. Birdaniga qiz bolani ovozi yo'q bo'lib qoladi, tili yo'q bo'lib qoladi. Mudizm deydi psixiatriyada, tili yo'q. Gaplashmaydi. Soqov bo'lib qoldi. Soqov. Ko'p katta. Ko'p 15 yashar, 16 yashar. Stress bo'lganmi, qanaqadir travma bo'lganmi? Bilmayman. Menga ahamiyati yo'q edi. Menga nimada ahamiyatim bor? Bu odam nima qilar ekan deb. Bu odam nima qildi? Хватит сидеть бездельником deydi. Endi bu xotinni bolasini san to'g'rilaysan. Men jim turibman, endi men bilmayman nima qilishni. Bilmayman de o'rtada o'tirib olib, ichimda dodalarim o'rgatgan duolarni o'qib, Allohdan so'radim. Alloh meni sharmanda qilmagin bu yerda. Seni nomingni ulug' qilishga imkon bergin. Mana shu qizni 3 kunga bo'lsa ham og'zini ochib yuboray, ketsin, undan keyin nima qilsang qil dedim. 3 kunga ochildimi keyin Endi bechora? esnaydi. Shu bilan ikkita qulog'iga kalima keltirib, если ты внутри повторила, dedim, глазами вот так сделай, сам вот так сделала. Imitiруй, что ты повторяешь, сам bundan qildi. Qulog'iga kalima soldim, pufladim kallasini. Burdim, qars-qurs ochdim bu yoqdan, urdim bu yoq. Qo'lim nima qilayotganimni bilmayapman. Hali o'zimizda hali urgichi, qoqichi odamlar bor-ku. O'shaning qilig'ini hammasini kichkinaligimda ko'rganim. Ustiga yotqizib faqat sakramadim-da. Oyog'ini bog'lab, ikkita tomonda kallasiga to'g'rilab qo'ydim. Endi turgandan keyin bechora qiz ho'l bo'lib ketdi. Nima bo'ldi desam, bilmayman deydi. O'zi bilan. Telladimi, nima bo'ldi? Ha, tellab ketdi-da. Boshqa narsa ham qilgandir, bilmayman. Rost qiynadim. 15 minut ichida qiynab tashladim bechorani qiyma qilib. Undan keyin nima bo'ldi desam, bilmayman deydi inglizchasi. Ovoz chiqdi. Dedim, mana dedim, bo'ldi, bitti dedim. Allohga shukr, Allohu akbar, tashakkur desam, tashakkur. Nima degani tashakkur? Allohga shukr, spasibo deganimda bo'lsa. Ko'rdimmi seni? Boboylaring bir-birini ustiga minora qildi-da, qaqadir shunda qo'lini qo'ydi dedi. Shunda orqali suvga o'xshab ichingdan bir narsa keldi dedi. Bir nur. Men aytdim, mana boboylarimizni ruhiy foydasi nimadan iborat ekan dedim. Mana qarang. Yetolmagan joyda bir-birini ustiga turib, tepaga, osmonga shunda qo'lini qo'yib, ichidan o'tkazib, menga o'tkazib bergan nuri. Shu bilan men sifladim deb tuzib bo'lib qoldi. Alisher aka, bolaligingizdan tushunganimcha shularni ko'rib katta bo'lgansiz. Shu haqida ko'proq aytib bersangiz, kim, qaysi oiladan chiqqansiz? Bizning otalarimiz ziyolilardan bo'lgan. Eski vaqtda ziyolilar kim bo'lgan? Qur'onni bilgan odam, arabcha yozish chiziq bilgan odamlar, o'sha hukumatda bir qanaqadir pog'onada yurgan odamlar bo'lganda bular. O'shaning uchun bizga ham shu ilmni o'rgatishgan 10-15 ta nevaralar birga qo'shilganda Sura Fotiha, Ixlos, boshqa narsalarni o'rgatib, ozgina bo'lsa ham kallamizni bir qolibga tushirishgan. Undan keyin qani o'g'lim, men buni aytingchi, mana sizga mukofot bitta kompyuter. Qani men bu qizim, men bu narsani aytingchi, mana sizga xo'roz qand. Mana shunaqa qilib yosh bolalar hali ongi yo'q. Ongi yo'q. Shu refleksni o'zgartirib, ko'paytirib, sal narsaga Alloh deyishga, sal narsaga Allohdan Xudo xolisa hammasi yaxshi bo'ladi degan so'zlarni avtomatik holda chiqishini o'rgatishgan, refleks tayyorlashgan. Undan keyin sal ongi qaynab pishib chiqqanda borgan sari bu narsalarga seryoz ahamiyat beradigan bo'lib qoladigan bo'lgandan keyin dodalar aytishgan, endi bo'ldi. Endi undi
Unda ertaga uni ichiga kirib chiqqaningda yopishib qoladi-yu, unda yopishdi deganda. Shu narsa endi qo'rqmasak ham bo'ladi. Endi bular o'zini yo'lini topib olishadi. Allohning nomi bilan, Allohning quvvati bilan. Negaki Allohning bilan odamzodning o'rtasida qancha malak bor? U mingta, millionta malak bor. Bitta malak sizga yopishadi, tug'ma. Bitta malak sizni intilishingizga qarab beriladi. Mana masalan men doktor bo'ldim, ha? Doktor bo'lmayman desam, baribir doktorlikka tiqib tashashdi. Undan keyin bu doktorlikning ishidan men narsani men tushunib oldim. Remeslennik nima deydi o'zbekchasiga? Hunarmand. Hunarmand. Hunarmand bo'ladi va artist bo'ladi. Ikki xil hol. Masalan, temirdan yasaydigan hunarmand bo'ladi, художник bo'ladi. Master. Да. Ikki xil hol. Ikki xil pog'ona. Да. Это искусство врачевать и ремесленник врач это разные вещи. Shu искусство врачевать tug'ilib chiqqandan keyin shu davolash, Allohning nomi bilan davolash san'ati tug'ilib chiqqandan keyin odam charchamaydigan bo'lib qolar. Odam bilan gaplashishga, yuklimi, yomonmi, yaxshimi, hammasini bir qolipga tushirib, bu ham Allohning yaratgan bandasi-ku. Ichida bir kichkina nurchasi bor-u, o'shani imkonini men orqali beryapti-ku deyishni o'rgatib qo'yar ekan. O'shanda siz shunda kovlaysiz deb bitta gap bilan shu qopini yirtib tashlaysiz. Ichingizdagi hali induslar aytadi kundalini deydi. Shu внутренний energiya deydi ruslar. Shunda qaynab chiqadida kallasiga kelib uriladi. Bir aylanib bir ahmoqlikdan o'tib keladi. Yo psixologiyasida qoladi, yoki undan keyin boshqa bir odam bo'lib tug'ilib chiqadi. Bir xosiyatli bo'lib. Xosiyat nima? Masalan, sizning xosiyatingiz nimadan iborat? Siz intervyu olasiz, boshqalarni gaplarini to'g'rilab, televizorga qo'yasiz. Bu ham xosiyat har kimning qo'lida yo'q. Mana sizda bor. Nodir degan so'zning ma'nosi Nodiraxonda bor. Shu hissiyat bor, tug'ma. Значит, mana shu holga kelib, pishib, endi masalan, художникlik qilyapsiz. Bu ham bir kino-da. Bu ham bir chiroyli bo'lmasa, foydasi bir tiyinga qimmat. Поэтому bu искусство из ничего сделать все это кино. А кино сделать с двойным, тройным смыслом еще больше искусства. Dalai Lama bilan Dalai Lama bilan u Nyu-Yorkdan Chikagoga uchib ketyotgandik. Chop ketyapmanda qarasam, Dalai Lama o'tiribdi. Dedim hali shokka kirib ketdim-da. Dalai desam, Dalai Lama 14 desam, da desam men seni tanimaydigan odam bormi dedim men. Bo'lmasa o'tir gaplashamiz dedi. Men aytdim, qonim boryapti. Tez borgin, keyin chiqin dedi. Bir sekundda bo'layotgan narsa-da bu. Tavakkal odamda faqat chiqadi buni. Tualetga kirdim, nimaga kirganini bilmayapman, kalamda Dalai Lama. Esimdan chiqib ketdi haligi, qorini og'irlayu, to'qillatib yotibdi. Давайте быстрее dedi. Endi быстрее qildik. Kursam endi men cho'zilib ketdi vaqt, to'xtab qoldi vaqt. To'xlatib, chiqing tezda, o'sha odam yig'ildi dedi. Chiqib zo'r ketaman, orqamdan itarib kelyapti. Haligi Dalai Lama, иди сюда dedi, иди сюда. Нет, он должен туда, нет, он сядет, он мой гость dedi, я сядет. O'tirdim-da. Hamma ham titrab ketyapti. Ushlagandan-da o'zimni. Reski hamma bunaqasiga bo'lib ketdi-da. Men aytdim, "Yo Alloh" dedim. "Ne kulyapsan" dedi. Men xursand bo'lganimdan men seni shuncha yildan beri qidirayapman. Men topding dedi. Endi gapirgan. Sizga nariyoqqa chiqsam qaytmayman dedim. Bu qizlar qo'ymaydi. Nima chiqmoqchi dedi. Только viski borda 5 gram qilib do'stlik, indi rusi buxay qilamiz desam, popkasini ochdi dedi. Mana viski ichamiz dedi. Ikkita stakonni olib, anaqa раскладной stakani bor ekan. Xuddi bir kino deydiki, shunda ochadi. Ikkita dumaloq narsa, ikkita stakan 5 gram qildik. Zadruju, zamir, tuda-suda qilib, ichdik. Bir butilka viskini ichib qo'yib biz. O'tirib biza gaplashib, qayerdan ingliz tili chiqyapti bilmayman. Londa hammasi chiroyli bo'lib,
Menga nima deydi? А ты чего едешь, deydi, в Чикаго? У меня там ученики, dedi. А чего ты их учишь? Я их учу медитации. Ой, ты тоже лама, что ли, dedi. Наверное, я хотел бы быть, но... А ты, вот, мы завтра открываем эту школу, буддийский центр. Придешь? Я говорю, приду. Чикаго'da ochyapti-da. Чикаго. Ты будешь мой специальный гость. А ты откуда? Я говорю, священный Бухары. О, dedi. А кто были дедушки? А дедушки были суфийцем. Ну, вы тогда особые люди, dedi. Вы люди знаний. Я говорю, да. Ты должен обязательно прийти и всех учеников привести. Хорошо, dedi. Endi haligi qizlar endi es-pes chiqib ketdi. Bu yoqqa chiqdimda qizlarga dedim, shokolatinglar bormi, olib kelinglar dedim. Nechta? Endi gap nechta? 4ta dedim. Nimaga 4ta deydi? Sizlar 4tasizlar. Hammalariga bitta podarka beraman. Xursand bo'lib chiqib ketishdi-da. Mana bunda shokoladkalarda katta. Bizda unda yo'q bunaqa shokolad. Toblerone. Hali 1 metrlik shokolad bo'ladi-yu. Bittadan hali qizlarga podarka qildim-da. Nimaga dedi? Odamgarchilik qilganinglarga dedim. Mana shu odam bilan men qachon uchrashaman? Uchrashamanmi, yo'qmi? Bu taqdir. Taqdirga tan berdilar endi. Xursand bo'lib ketishdi endi. Tushdik. Mani учениklarim mani kutib oldi, jipiga o'tkazishdi, olib ketishyapti, xursand. Ну как дела, рассказывай. Я говорю, только что познакомился с Далай-ламой. Как, dedi? Я говорю, в самолете сам. Не может быть, dedi. Не может быть emas dedim, может быть dedim. Ertaga soat 9da ochilar ekan haligi sentr. Bizani qabul qilishdi, taklif qilishdi. Kelaylik, boraylik. Xudo xolisi kechqurun momaqaldiroq, chaqmoq, yomg'ir, qor. Mamtgacha qor yog'ib ketdi. Oho. Endi men o'tiribman-da, qorga qarab, men aytdim, Allohim, sen nima qilyapsan sen? Bu qanaqa bo'ldi? Bu qanaqa boramiz ertaga? Ichimda bir odamzoda, Xudo bir rasul bor, bir narsa bo'lar deb qo'yib qo'yapti-da ichimda. Ha dedim, bo'pti. Tavakkal ekan dedim. Xudoyim, ish qilib dedim, shu odam bilan uchrashaylik. Shu bilan ertasi soat 7da uyg'ondim. Sasha, вставай, давай, умывайся, брейся, поедем к Далай-ламе. Какой поедем? Смотри, dedi. Штормовой этот фронт идет. Унаха. Так и сдохнешь, ожидая, когда штормовой фронт. Зато Далай-лама уйдет и больше не придет. Ko'tarildi. Tavakkal Xudo. Bismillahirrahmanirrahim. Yo'limiz ochiq, Hazrat Xizryor, Alloh madadkor. Вперед! Приехали мы с машиной вот так. Мы переехали между машинами. Есть барьер такой небольшой, а там цветы. Я говорю, поехали по цветам. Он говорит, знаешь, сколько это будет штраф? Я говорю, я заплачу. Поехали. Мы доехали прямо до этого центра открытого буддизма, открывающегося. И нас там полиция словила. За шиворот вытащили. Это вы что делаете? Уже 5 постов проехали. Я говорю, у меня родственник приехал, вот, открывает буддийский центр. Он говорит, кто? Я говорю, Далай-лама. Xudoyim meni aldovimni kechirsin dedim-ku. Shu bilan shov-shuv bo'lganiga o'sha yerda bitta lamamda ahamiyat berdi. Panamani ko'rib, bundoq qildi. Militsiya, politsiya hammasi birgalashib kelishdi. Это кто? Это наши гости, они из древней Бухары туда-сюда. Уже tayyorlangan ekan odam. Alisher aka, taniqli sayohatchi Yuriy Sinkevich bilan birga qanaqadir sayyohlik klubida ekspeditsiyaga borgansiz. Birinchi ekspeditsiyada men doktor edim bu ekspeditsiyada. Hech kim borgisi kelmagan. Negaki Южной Америкада в это время свирепствовала желтая лихорадка. Doktorlar qo'rqib bormagan. Men aytganman ki, tavakkali Xudo, men ketaman deb ketaverganman. Как раз bu birinchi ekspeditsiya edi. Kachuyushi plemi Yanomami degan odamlar bor. Bularni bir narsa qolibiga tushirish juda qiyin edi. Biza birinchi ushlab olganmiz kontaktga. Bo'lmasa ular kontaktga kirmaydigan odamlar. Qochib yurardi hammasi. O'zi yomg'ir bo'lishi, mussonniy dajdi boshlanganda juda qattiq yomg'ir yog'adi-da. Momaqaldiroq
chaqmoq, buysto stixiy. Shunaqa joyda bitta regiondan boshqa regionga, Renoga kirayotganda parogi degan narsa bo'ladi. Yer to'pirilib, toshlar shunda skorostdan kelayotganda ko'rinmaydi-da. Kanova kelayotganda baryerdan uchib, teskari aylanib, pastga tushib, yo odamlar o'lib ketadi, yo bir narsa bo'ladi-da. Falokat joy. O'sha falokat joyga kelib qolganimizda 3 ta kanovamiz ag'darilib ketdi. Biz suvga tushdik. Men o'yladimki, bo'ldi, Allohu akbar, bitta piraniylar bor, krokodillar bor, hozir yeb qo'yadi bizani. Bu zahoti daraxtlarning ichidan xuddi bir to'pni hali nima deydi, olovga o'xshab pap chiqib bir narsa uchib kelyapti suvga qarab. Bunday qarasam bu kichkina odamlar. Loy surilgan hamma yoqqa. Ko'rinmaydi, bilinmaydi kimligini, xattaligini-da. O'sha masalan les ichida yurgan. Hamma yog'i loy surilgan. Hammasi loy surilgan. Ух ты, это прям племя, да, такое дикий племя. Дикий племя. Bizani qutqarib olishadi. Vau. Qutqarib olishgandan keyin bizani yashiklarimiz mana shu Canon degan firmani apparaturalari edi. Video, har xil. Ular vakuumli zastyoshkalarda yuradigan korobkalar edi. Hammasi o'pirilgandan keyin oqib ketdi hali ustida. Ichida havosi bor edi. Poplavokka o'xshab oqib ketdi bu. Hammasini tutib olib kelishdi bu indeyslar. Bitta narsa yo'q qolmadi. Lotkalarimizgacha ushab. В этой реке бурной, да? Vau. Burni joyda. Biz bir o'limdan qoldik. Qutqarib olishdi-da. Bizani bitta yigitcha bor edi o'rtamizda. Переводчик с индейского на индейский и на испанский. Boshqa bir xil tillarda gapiradi. Dialektlar. Ух ты. Bu bola yoniga bir odam keldi, shaman ekan. Bizada главный bizani o'yinimizni skorpion chaqib qoldi, hali iniga bosib qo'ygan ekan oyog'ini-da. Bir 30 ta skorpion chaqibdi birato'la. Vau. Hozir o'ladigan holda vigvamda yotibdi. Biza ritual qilib leoparddan so'rasak, suvdan oqib kelayotgan bitta shaman bor. 4 ta 5 ta lotka kelyapti. O'shalarning ichida bitta dunyoning narigi chekkasidan kelgan bitta shaman bor deb aytishibdi. Shuni qutqarib olib olsanglar, buni qutqaradi aytishibdi. Shuning uchun ular suvga yaqin borib nablidat qilishgan. Shaman aytgan sizlarni qutqarish kerak. Потом bizani qutqarib olishgan. Bu shamanni mana shunda soqoli bor deb aytishgan. Bundan soqolim bor edi katta. Men hali soqolim olmadim почти 1 yilda. Mana shuncha bo'lib ketdi. Shu bilan bu shamanni olib ketdi bizani anaqaga, kasal bo'layotgan odamga. Men aytdim, bu odamni qanaqa qutqaraman? Oyog'im bundoq bo'lib ketgan bo'lsa. Уже bir sutka yotgan bo'lsa, hamma yoqdan yiring oqayotgan bo'lsa. Tavakkali Xudo, men bitimda cho'nchagimda mana shuncha ignalar bor-da, kitayskiy akupunkturaga qilinadigan. Shularni bitta qo'yib chiqdim. Joylariga. Tavakkali Xudo bilmayman dedim, Xudoning qo'lida. Biz ketdik. Bu yoqdan уже indeyslar bizani gruppadagi bolalar bilan narsa almashishyapti. Senga bu kamol, senga bu kopyo, senga menga mana bu zajgalkani ber, mana bozor bo'lyapti. Men ishonmadim-da. Mani oyog'imda mamtikimiga bog'langan bitta kichkina kortik bor edi. Suvga tushganda anaqalarni setkalarni kesib o'tish uchun. Men scuba diving degan narsani yaxshi ko'raman. Bilasizmi, bilasizmi? Podvodniy plov. Diving, da. O'shaning uchun bu yoqda har doim shu narsani olib yurardim suvga borganimda. Bilib bo'lmaydi nimaga kerak bo'ladi. Da. Zolingen degan nemetskiy firmaniki juda bir o'ta ketgan o'tkir narsa. O'sha boshlig'i bunday qildi deb menga bergin dedi. Men aytdim, men uni senga bersam, sen menga nima berasan dedi. Buni ko'rsatdi, men kerak yo'q dedi. Lekin bunday qildi dedi. Uyga kirib, o'sha vigvamiga shapkada, плетённый shapkada bir suqum розовый жемчуг olib chiqdi. Речной жемчуг розовый bo'ladi. Bo'ladimi dedi.
Haligi rukovodителimiz aytdiki, Алекс, не торгуйся, забирай deydi. Здесь 20 твоих ножей лежит в этой шапке. Shunda men aytdim, bo'pti, qo'l ber dedim. Yechib berdim uni коробкасын. Shapkasini menga berib yubordi. Xo'jayin menga dedi, мы все заработали в этой поездке уже deydi. Aha, tushunar judayam ekanda, qimmatbahoda. qimmatbaho narsa ekanda. O'zi belgiyalik odam edi. O'shaning uchun aytdiki, Алекс dedi, ты фартовый dedi, смотри, только зашел, на 10 minut вышел dedi, millionerом вышел deydi. Xullas, shu bilan bir sutka o'tgandan keyin bu yoqda ritual qo'yatib biza do'mbirini qilyapti, olov yoqyapti bu yoqdan. Qutqardinglarmi Katta bir shunaqa qilib? olenni olib kelishdi-da, o'shani kesib qonini chiqarib, endi oyog'ini o'sha gulxonga tiqib, pishirib, endi sivilizatsiya yo'q, qozon yo'q. Bir 10 soat o'tgandan keyin men aytdim, borib ko'raylik haligini. Как раз oftob chiqib turib, endi soat 6da oftob chiqib kelyapti-da. Borsak, u turibdi anaqani oldida. Vigvam oldida, уже встал. Встал, уже eringa oqayotgan joylardan qon chiqyapti уже. Уже haydab chiqib yubordi. Unda ignalarni olib qo'liga qo'yib qo'ygan. Bu nima degan deydi. U o'zin tilda bir narsalarni gapirib Skorpionlarning ignalari chiqyapti. Yo'q, bizani igna qo'yganimizni oldi-da. Я же ему видел с ваших этих. У него зачем задвигалась иммунная система такая сильная, что он переборол этот весь яд. Ух ты. Все это вышло. Детокс Вот был, такая да, полный. опухшая нога нормальная стала. И уже он полудурной такой вышел. И этот индеец говорит, теперь я знаю, что ему надо дать, и теперь мы его поднимем. И Хурсан. Bir odam праздник qilishdi, endi o'zicha baliq tushib kelishdi, boshqa narsa tushib kelishdi, o'shani polisiroy yeb, biz endi maytib ish qilib o'lib qolmasak bo'ldi. Bu yeyotgan narsalardan. И потом что-то произошло. Мальчишки там пытались это что-то выменить, да, и не понравилось индейцам. Bir narsa xuddi bir волна o'tganday bo'ldi-da, bir энергетический волна. Men aytdim, что случилось-то? А пацаны, говорят, что-то не поделились с индейцами. Я говорю, зря нас чем-то отравят здесь. Зачем надо-то? Мы же в гостях. Ну, вечером легли спать после ритуала. Все, утром просыпаемся, я встаю, утром рано. Выхожу на вот такой ялянг-джой. Все подарки наши лежат. Да. Они отвергли. Обиделись, кто-то обиделся, и они все, как одно цельное сообщество, у них коллективное сознание. Все оставили, только мой мачете вот этот не оставили. Ваш забрали, Да. приняли. Все вот так лежат в куче, то, что они подарили. И это, то, и вон то, в общем, все. И наш этот руководитель вместе с Сенкевичем говорят, лишь бы мы отсюда могли уплыть. Лишь бы они оставили привязанными там эти наши лодки. Нет, Да. оставили. Все, мы Позволили уйти, да. да, вам? Мы ушли, и потом на каком-то километре нас на военном посту ждали люди уже. Мы должны были какое-то время приехать. У нас был такой телефон, который через спутник работал. Спутник, да, в то Да, время в общем, такие были. на наше счастье он остался жив. И там у него такая зарядка от солнца была. И вот настроились, договорились с военными, еще сказали, вас ждут, давайте. И вот мы приехали, да, вернулись на эту базу, оттуда вертолетом нас перевезли на Большую Землю. На Большую Землю Дыганом, туда, где цивилизация. И все остались в удивлении, кто что там пережил, кто что там увидел. Сенкевич говорит, жалко, они нам не дали ничего снять, говорит. Нет, нельзя. Ну да. Они не хотели, они избегали цивилизации. И вот прошло сколько лет, 27 лет прошло, сейчас они вышли на контакт с людьми в Бразилии, да. Alisher aka, sizning shu izlanishlaringiz nimadan boshlandi va qanaqa qilib o'zingizda shularni rivojlantirdingiz? Kichikligimda bir odatim bordi. Uydan qochib ketardim ben.
Aha. Shunaqa qilib man kichkinaligimdan sarguzashtga muhtoj edim. Aha. Sarguzashtga ketaverardim. Mhm. Aylanib kelaverardim. Sozertaniye degan narsani bilasizmi? Sozertaniye. Ну, O'tirib qarab наблюдение. o'tirish. Aha. Nazar tashlab turish, Mhm. ko'rib turishda qanaqadir xulosa chiqarish. O'sha narsalarni yaxshi ko'rardim. Mhm. Ancha yoshgacha. Kafeda ham o'tirib olardimda, butun kelgan ketganlarni o'qib o'tirardim. Bu unaqa ekan, bu bunaqa ekan. O'shani bilmagan ekanman. Yeah. O'shanda intuitsiyani chaqlab o'tib turgan ekan. Buni hozir emotsional intellekt deyishadi. Endi buni desam bilmas ekanman. Aha. Emotsional intellekt deganini bilmas Da. ekanman. Shu kichkinaligimdan shu narsani chaqlab kelaverganman. Undan keyin bizning dadamiz bizga o'rgatgan. Kasal kelsa uzoqdan masalan u anu daraxtdan mamtgacha supagacha yo'l bor hovlida. A, Kelguncha уже diagnoz qo'yish hidini kerak. bo'lagandirdi uzoqdan, xuddi itga iskagandirdi. Nima hidi kelyapti bundan? Achuvmi, chuchuvmi? A. Nima hol? Примерно qattiq kasal. Qani o'ylagin. Уже kelgunicha diagnoz Уже qo'yaverardi. qat'iy oyoqqa oqsonlanib kelyapti. Oqsonlayaptimi yo'qmi? Shu narsani o'rgatgan bizga. Hamma o'zi o'tiradiganlarda Da. pashshalarga o'xshab. Qani topgan odamga mukofot dedilar. O. Mukofot nima? Xo'roz qand, qurt, Kampda. kampir. Shu bilan shunaqa qilib o'rganganmiz. Va dodalarimizdan qolgan ilmlar bizga o'yin edi. Bolalarga hamma narsa bir holda-ku. Da. Granitsasi yo'q. Bu yoqda urush, bu yoqda tinchlik, Ну, bu yoqda jodugarlik, bu yoqda no. O'rtada granitsa yo'q. Ularda hammasi lekin bor sovet qoldi. davrida zapret edi-yu baribir shunaqa ilmlarga. Kichkinaligimizda o'sha narsalarning ichida Aha. chetroqda turgan hovlida, hovli qishloqda edi, qishloq tog'da edi, tog' u naryoqda edi. Допустим, Lennobodda yoki u ani Jarkentda yoki masalan bunaqa o'ylar ko'p edi, bunaqa dodalar ko'p edi. Ilmdor odamlar ham ko'p edi. Lekin ular pinhoniy o'rgatib sekin-sekin shunga aytma, lekin o'rgangunni ana qarang, chiroyli qush uchib keldi. Da. Shunaqa qilib biz o'rganganmiz ko'p narsani. Ilm, eski ilmlarni hozirgi odamlar bilmaydi. Da, tibbiyot o'zi asoschisi, Tibbiyot o'zi masalan avitsina ham butun bizadan dunyo chiqqan. biladigan. Bizadan kelib chiqqan dodalar kim? Ibn Sino, Luqmoni Hakim, Ulug'bek, yana kim? Al-Xorazmiy, Al-Farabiy, Al-Jobir, yana kim? 27 tami, 28 ta avliyo bo'lib chiqqan ekan. Bular nimaga avliyo? Boshqa bilmagan ilmlar, boshqa odamlar bilmagan ilm bularga berilgan. Matematikadan eng kattasi O'zbekistonda ekan. Koni Xorazm ekan. Hozirgacha Xorazmliklar matematikadan dunyoda eng birinchi ekan. Amerikadagi matematik yuzlarda hammasi Xorazmiychi. Da. Shu anaqalarni yutib ketib o'qishyapti, doktorna bo'lishyapti. Alisher aka, hozir Instagramda ham juda ham ko'p yangi ekspertlar chiqishyapti, o'zini ilmini tarqatib va chakra ochish degan narsani eshitganman. Bu nima degani Alisher aka? Tojiklarning ashulasi bor. Chakra chakaydon gira degan esingizda bormi? Aha. Eshitganmidingiz? Samarqandliklar aytadi. Tochkasidan tochkasiga o'tguncha chakra chakaydon gira deganda yurgancha bir narsa bo'ladi deb ashula aytadi bular. Qarang, bu gap so'z chakra, tochka, перекресток. Va shu koinotda energiya xil yo'li bor. Tepadan pastga, pastdan tepaga va o'ngdan chapga, chapdan o'ngga setka. Перекрестка tochkasi chakra bo'ladi. Bizani ham qolibimizda tepadan bizning tepamizga, filtrimizga tushgan energiya pastga tushib keladi. 1 ton, 2 ton, yo'q 1 qat, 2 qat, 10 qati bor. Har bitta qat uni spetsialniy muloqoti bor. Miya bilan, ruhiyat bilan va tana bilan. Organlar bilan. Shuning uchun
chakralar o'sha перекрестка iplari, energiya kanallari bog'lanib qolgan yoki bir определенный holda определенный regionni kontrol qiladigan kichkina radarlar. Mana obyektiv. Bu shu atrofni olyapti. Undan informatsiya chiqadi, to'g'rimi? Mikrofon shunga o'xshagan narsa. Va nechta чувствоlarimiz bor, taktilniy чувствоda. Burun, hid, ta'm, yana nima? Faraz qilish, fikriyat qilish. Nechta 8 ta 9 ta bir hol bormi? Har bittasining o'zining chakrasi bor. Masalan, loy olib turib, peshonangizni shunday surib qo'yib qo'ying, holingiz o'zgaradi. Zubnoy pasta, Colgate 3 в одном degan bor. O'shandan bundan surib qo'ying, boshingiz og'rig'i pik yo'q bo'ladi. Migren yo'q bo'ladi. Charchaganingiz yo'q bo'ladi. Qaynab turgan qoningizni bir pasda silliq qilib qo'yadi. Masalan, вот так раз, вот так. Mana bitgacha. Jag'gacha. Nos вот так. Ikkita tochka bitdi, ikkita tochka bitdi, ikkita tochka bitdi. To hamma yozgi sovuq suv o'pirilganday bo'ladi. O'zidan o'zi yo'q joyda. Ichingizdagi holdan nozik sovuq hollarni tortib yasatadi sizga. Tushundingizmi? Ochish to'g'rimi u narsa? Ha, mana kerak bo'lsa ochiladi, kerak bo'lsa yopiladi. Bir so'zga musulmon dinidan chiqibdi, bir so'zga yomon so'zga ilon indan chiqibdi degan gap. Одно слово hol o'zgaradi. Значит, chakrlarning holi o'zgaradi тоже. Analizatorlar signal beradi, o'shandan keyin siqilib qolasiz. Shos Edberi 20 yil oldin menimcha bo'ldi, ilgirga borganman. Lekin u вообще fokus ko'rsatganda, menga mana bunaqa qilganda, и раз ko'ryapman, откуда-то у нее отсюда вот клок волос. Я даже Вы заметили? Ну, она говорит, вот, говорит, вы выплюнули. Я говорю, ну, я даже не чувствовала, что из меня 16 chiqmadi. Yo, sen tuflading buni, sendan oldim deydi. Это чистая психотерапия. То, что мы видели, это была колдовская психотерапия. Серьезный, хороший уровень. Ей было уже 80 лет, она была живее, чем мы все вместе. Учу yuradigan reaktivный xotin edi. To'ylarga yugurib. Да, hamma joyda самая главная женщина bu. Men aytdim, opa, necha yildan beri men kichkinaligimda birdaniga shu bir odamni qutqarib olganman 5 yasharligimda. O'shandan beri men ilgirman deydi. Xudodan berilgan narsa. Да. Katta rahmat Alisher aka. Спасибо. Спасибо na shunaqa mo'jizaviy momentda tugatyapmiz programmamizni. Endi boshlayapmiz. To'xtab turing, hali kelasiz. Endi endi shunga keltiryotgandim. Hurmatli tomoshabinlar, followerlar, mana azizlarim, yozinglar kommentlarda qanaqa savollaringiz bor bo'lsa Alisher akaga, umuman shu ko'rsatuv haqida nima fikr bo'lsa, qoldiringlar kommentlarda, hammasini o'qib chiqamiz va savollaringiz ko'p bo'lsa, ko'p like olsa, albatta Alisher aka bilan yana bir marta ko'rishib suhbat qursak. Nima deysiz Alisher aka? Yaxshi. Yana bitta savol bor. Savol emas, sizdan praktik maslahat kerak. Qanaqadir oddiy narsa bormi? Har bir inson qiladigan va yaxshi o'zini his qilishi uchun. Bu eskilarning gapi bo'yicha u tahoratdir. O, aha. Tahorat. Kichkinaligimizda dodamda qarardilar-da, betahoratdirdi. Bor ko'tingni yuvib kedirdi. Nimaga? Biza ko'chada axlatxonaga chiqqanimizdan keyin guvala bo'lardi, bilasizmi guvalani? Yo'q, nima? Кусочек земли. Вместо туалетной бумаги. Bunday qilganda ovalardida yomon narsani. Qolganiga ozgina turpa surilardi, shu bilan qurib yuvib ketardi. Kimni orqasida ko'p narsa qolib ketgan bo'lsa, betahorat, bor yuvib kedirdilar. Bu birinchidan. Ikkinchidan, бетахарат еще может быть человек, у которого один слой в тахарате, а остальные 6 слоев не в тахарате. Badanni hamma joyi demoqchimiz. 7 xil
qopiyasi bor. Da, men o'zi hayron qolaman. O'zi bizada ko'pchilik musulmon tahorat qilaman deydi-yu, lekin yozda shunaqa yomon hidli keladi, asosan transportda bo'lsa. Просто bu odamlar yegan ovqati yaxshi pishmaydi. Pishgan axlati yaxshi chiqmaydi yoki nekачественно pishadi. Formirlovание kala degan narsa bo'lmaydi ularda. Chiqqanda bu yarmisi qolib ketadi ichida. Hayajonlanganda ustida Christian Dior, ichidan nima? Axlat bozor. Поэтому fikr kopiyasi bor, aql kopiyasi bor. Vola. Vola nima deydi o'zbekchasi? Iroda kopiyasi bor. Tana kopiyasi bor. Olov kopiyasi bor. Bir xil odamlardan tutun hidi keladi, bir xillardan rezinka hidi keladi. Правильно? Bir xillarniki hali Christian Dior tegi bozor. Chiroyli kiyinadi, duhi sochadi, Lexus mingan. Lexus betahorat o'lgur, как boy dedushka говорил. Voy, qachon yuradi? Yo'q, to'q, cho'nchagida pul yo'q, qarang, betahoratlikka qilyapti dedilar. Tashqarisi chiroyli, ichida tahorat yo'q masalan. Nima? Holati, fikr, so'z, qalb, qorin, necha qati bor. Har bittasini hidi bor. Bir xillar chiroyli bo'lib keladi. Bir qanaqadir qo'lansa hidi kelyapti deysizda, gaplashgisi kelmaydi. To'g'rimi yo'qmi? Alloh. Qilayotgan ishimiz o'ngidan kelsin.